tanasi buzuq erkaklar, jinsiy hayotga o'ch bo'lgan erkaklar. Angliyalik Ellis degan ayol oilasiga xiyonat qiluvchi erkaklar psixologiyasini o'rganganda erkaklar ma'lum bir tiplarga ajratgan. Shunda buzuq erkaklarni birinchisini ko'rsatadi, ya'ni ular tanasi buzuq erkaklar, jinsiy hayotga o'ch bo'lgan erkaklar. Ya'ni ayoli bitta ayolidan qoniqmasligi oqibatida boshqa ayollarni qidira boshlaydi. Ikkinchi tipi esa butun qalbi bilan ayolini yaxshi ko'radi, lekin qalbini bir chekkasidan boshqa ayollarga joy ajratib beraveradi. Bir chekkasidan o'zi ayolsiz yasha olmaydi, lekin shu bir chekkasidan ajratib beraveradi, chunki u har xillikni yaxshi ko'radi. Bir xillik uni tez joniga tegadi. Buni ham endi buzuq deya olmaysiz, chunki shunaqa paytda ayol ajrashaman turib olsa, u har qanaqasidan voz kechib ketaveradi. Lekin ayoli uchun. Lekin qalbini bir chekkasidan yana shu joy ajratilaveradi. Bu ikkinchi tipi. Uchinchi tipi esa ular faqatgina bitta ayolni sevuvchi erkaklar. Hatto ayol o'tib ketgandan keyin boshqa odamga mehr qo'ya olmaydigan. Ya'ni faqat bitta ayolni sevadi. Boshqa qalbin bir chekkasidan ham joyi yo'q, boshqa hech kim o'rnini ham bosmaydi. Bu uchinchi toifada erkaklar deb bergan o'sha Ellis o'zining kitobida.